Assalomu alaykum hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun biz nechinchi kuni oktyabr? Bugün 29. 29 kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Sarchashma boyagi mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Ushbu mahalla fuqarolar yig'inida biz O'zbekistonda ilk bor o'sha haligi sun'iy muzliklarni yaratmoqchimiz. Hozir biz kelib turgan joyimiz mana bu yerda o'sha nimada sun'iy muzliklarni yaratish bo'yicha o'sha irmoqlarni ko'rib chiqyapmiz. Mana meni yonimda hozir o'sha mahalla fuqarolar yig'ini raisi Fazoil aka turibdi. Fazoil aka o'sha umuman o'sha suv bo'yicha, suvni nimalari bo'yicha, tanqisliklari bo'yicha qanday muammolar bormi yo'qmi? Tanqisligi bo'yicha juda muammo katta bizlarga. Yoz paytiga mana bahordan boshlab suvning tanqisligi katta. Ichimlik suv ham, haligi yerlarga tarqatib berish suv ham muammo. Kamayib ketadi. Yetishmovchilik ko'pda. Shu yo'llari qanday deb o'ylaysiz? Shu juda yaxshi yo'l bo'ladi menimcha. Agar mana shu sun'iy muzlik bo'lsa, albatta shu sun'iy nima bo'lsa, sun'iy muzlik bo'lsa, sun'iy muzlik o'sha sun'iy muzlik katta xalq uchun foydada bu. Foydasi bo'ladi. Uni endi haligi sizga boya tushuntirdikki, agar bo'ladigan bo'lsa, uni umrini uzaytirsak, albatta. Demak, u to iyulning oxirigacha bizga yordam beradi. Xalqimizni albatta xalq foydalanib turadi-da, ichimlik suv. Chunki bu bizda haligi ko'rib borayotganlar bu buloqning suvi. Buloqning suvi ichimlik suvi. To'g'rimi? Ichimlik suv. Ichimlik, toza suv. Bu misol uchun o'sha odamlar mana bu yerda nimani ham qilgan? Turbalar qilgan. Mana shu turba orqali bular uni ichimlik suvi sifatida ishlatyapti. Lekin asosiy muammo bu yerda mana Fazoil aka aytib o'tmadi, bu mana bahor oyiga kelgandan keyin mana aprel, may oylarida bu suv ozayadi. Suv ozaygandan keyin demak ichimlik suviga bo'lgan talab ortadi. Chunki suv ozaydi. Talab ortadi. O'sha talabni qondirish uchun endi o'sha sun'iy muzlik bu yerda bizga boyagi yordamga keladi degan umid qilamiz, shunday bo'ladi, nasib bo'lsa. Ishonamiz, kelajakda shu narsa bo'lsa. Mana bizda mahalla fuqarolar yig'ini faol turibdi. Siz ham o'zingiz fikringizni ayting mana shu joy bo'yicha. Ibodullo aka. Bemalol gapiring. Nima deysiz? Suv yetmaydimi yozga? Xalq muammosi ko'p bo'ladi. Suv bo'yicha. Shu qilsak balki yaxshi bo'ladi. Qarang, sizni fikringizcha mana suv haligi, mana bu yer nimani yo'li-ku? Seldi yo'li. O'sha seldi yo'li bo'lganligi uchun siz qanday deb o'ylaysiz? Qanday ishlasak yaxshi bo'ladi shu? Buni bir nimada chiqarib, shu muzlatish kerak-da. Soydan chiqarish kerak-da. Suvni soydan chiqaramiz, chiqarish. Demak, bu soyni suvini biz sal bu yoqqa teparoqqa chiqarishimiz kerak. O'sha teparoqqa chiqarib, shunda u ketadi. Endi Sherzod o'zing mutaxassis sifatida gapirgin bu yerda. Hozirgi kunda bilamiz, iqlim o'zgarishi bo'lib bormoqda. Bu avvalo suv resurslariga katta ta'sir ko'rsatyapti. Endi biz oldin qilib turgan an'anaviy usuldagi yoki an'anaviy dehqonchiliklarimiz bora-bora ishlamay qolishi mumkin-da. Shuning uchun mana o'zlaring aytyapsizlar, bu global isish birinchi navbatda mana shu narsalarga ta'sir qiladi. Ya'ni bu suvning kelayotgan hajmi kamayib bormoqda. Endi shuning uchun buni biz har bir tomchidan unumli foydalanishimiz kerak-da. Sababi hozir bu suvlar ko'p oqib ketyapti, to'g'rimi? Endi buni biz sun'iy tarzda ushlab olishimiz kerak. Buni yo'llaridan biri bu muz qilib, chunki bizda tabiiy sharoit yetarli. Harorat -25 gradusgacha yetyapti bu yerda. -25. Mana shu yerda ob-havosi bo'yicha ozgina ma'lumot beringmi o'zi? Mana harorat -25 gradusgacha yetyapti. Noyabr oyidan boshlab turib bu yoqda minus temperaturalar bo'lyapti. Bu ayni muzlashga tayyorgarlik bo'ladi. Bu to mart oyini oxirigacha bo'lyapti-da, muzlik. Bu katta narsa. Boya o'zingizdan ham savol qilib so'radim. Buloqda oldida bo'ladigan muzliklar bo'lib qoladi. O'sha muzliklar qanchagacha davom etadi desam, maygacha deyapsiz-da. Demak, biz xulosa qilishimiz mumkinki,
agar muz qalin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qishdagi sovuq ob-havoni inobatga olgan holda bu demak zichligi yuqori bo'lsa. zichligi yuqori bo'lsa -50 gradusgacha ham boryapti. Buni ustiga ustoz boya o'lchaganimizda necha chiqdi? Balandligi 2040-60 metr chiqdi. 2060 metr. 2060 metr bu Balandligi. ayni o'sha tavsiya qilingan joylar. Bunaqa tajribalar o'zi oldin jahon tajribalarida bor. Misol uchun Pokistonda, Hindistonda, Chilida bor. Endi mana shuni biz birinchilardan bo'lib o'sha O'zbekistonda birinchi. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib FAO tashkiloti, BMTning FAO tashkiloti va Qishloq xo'jalik vazirligi bilan birgalikda shuni tashabbus qilyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Ha, endi yaxshi bo'ladi. Biz ham endi shu yaxshi niyat bilan keldik. Bu hozir bizni ko'rib borayotganlarga shu narsani aytib qo'yishimiz kerakki, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO O'zbekistondagi vakolatxonasida biz O'zbekistonda oziq-ovqat yerdan foydalanish va O'zbekistonda oziq-ovqat tizimlarining yerdan foydalanish va qayta tiklashga ta'sirini baholash dasturi loyihasi doirasida bu ishlar amalga oshirilyapti. O'sha loyiha doirasida biz to'liq mana shu sun'iy muzlikka ketadigan barcha xarajatlarni biz o'zimiz qilamiz. Undan tashqari tashkiliy ishlarda bizga mana Fazoil aka o'zini mana shu mahalla fuqarolar yig'inidagi faollari bilan birgalikda bizga yordam beradi degan umiddamiz. Chunki bu bizni faqatgina loyihani doirasida qilinadigan ish emas bu. Bu ertaga misol uchun xalqni o'sha ichimlik suvi bilan ta'minlash, xalqni farovonligiga ozgina bo'lsa ham yordam qilish. Keyin yana bitta narsa, Fazoil aka, siz juda ham o'sha bu narsadan juda ham quvonishingiz kerak. Nimaga? Agar mana shu sun'iy muzligimiz o'sha yutuqli bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsa boshqa mahalla fuqarolar yig'inida o'sha tog'li hududlarda boshqa joylarda joriy etish boshlanadigan bo'lsa, qayerda boshlandi? Mana shu yerda Shahrisabzda boshlandi. Shu nima Sarchashma mahalla fuqarolar yig'inida boshlandi degan gap bo'ladi. Demak, ana o'shanda shu payti siz ham biz loyiha doirasida boshladik deb, siz o'sha mahallamda boshladim deb, mahalla faollari biz o'shanda joylarni tanlashda ishtirok etdik, o'zimiz borib ko'rsatdik degan boyagalik g'urur bilan yurish hammaga nasib qilgan bo'lsin. Demak, biz bu narsani aynan mana shu o'zimizni tog'li hududlarda ilk bor boshlayotganimiz biz uchun ham juda ham nima deydi, faxrli. Biz o'ylaymizki, mana shu narsani oxirigacha yetkazganimizda tomoshabinlarimizga, bizni ko'rib boruvchilarga bu to'g'risida oxirida yana bir ma'lumotlar beramiz. Bundan tashqari yana bitta narsani aytishimiz kerak. Sherzod, biz buni o'tgan sentyabr oyini oxirlarida biz Qirg'izistonga bordik. Batken viloyatida xuddi mana shunday tog'li hududlarda 1200 ya 1500, 1800, 2000 metr balandlikda qilingan joylarni borib ko'rdik. O'sha boyagi Batken viloyati shu qaysi tuman? Lochin, Laylak tumanidagi o'sha Laylak tumanida biz ko'rdik. Biz o'shalarni tajribalarini ham inobatga olgan holda bizga yaqin joy. Ana o'shani endi biz bu yerda qilmoqchimiz. Shuning uchun bu o'ylaymizki, o'sha xalqni ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirishda ozgina bo'lsa ham yordam qiladi. Buni nafaqat o'sha xalqni ichimlik suviga, balki o'ylab ko'ramiz, boyagi o'sha may oylarida o'sha ozgina bo'lsa ham yerlarni sug'orishga ham ishlatishimiz mumkindir. Ko'ramiz endi uni bu sharoitga qaraymiz. Chunki suvdan samarali foydalanishimiz kerak. Agar biz o'sha tomorqada suvlarni tomorqani sug'oradigan bo'lsak, ekinlarimizni biz o'sha payti nima qilamiz? Biz o'sha payti
tomchilatib sug'orishlarni qilgan holda. Chunki buni biz qancha mehnat bilan qildik a? Mana shu haligi sun'iy muzlikni nima? Sherzod. Qanchalik mehnat bilan qilib, uni shunday haligi nima deydi, tomorqaga jo'yakdan oqizib yuborishga vijdon yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham biz uni tomchilatib sug'orish bilan yoki yomg'irlatib sug'orish bilan suv tejovchi texnologiyani yerda qo'llash bilan qilishni rejalashtiryapmiz. Shu rejalarimizda nima deydi? Shu boshlanishi o'ylaymanki biz hozir siz bilan o'zaro til topdik, ha? Ibodulla aka? Til topdikmi siz bilan? Siz rozimisiz mana shu yerda qilishimizga? Yo'q, pastga naryoqda pastda borib ko'radigan bo'lsak, o'sha pastimizda bu nima? Bu yer sal pichalik quyosh, bu yer hozir bizda asosiy hovuz bo'ladigan joyimiz. Shu yerdan suv to'planib, yoqqa ketadi. Lekin nimamiz? Sun'iy muzligimiz yoqda bo'ladi. Chunki bu yerdan bir yana 300 metr pastda bo'ladi. Chunki u qiyalikda bo'ladi. Suvni bosim bilan chiqishi uchun biz endi pastda qilamiz. Bu yer mana bu yerimiz suvni nimasi? Hovuzchasi bo'ladi. Kichkinagina hovuzcha bo'ladi. O'sha hovuzchadan suvni biz yoqqa qarab olamiz. Ana shu tomonlari ham bor. Hurmatli bizni ko'rib borayotganlar ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib borishda davom eting. Bizlar bu to'liq bu yerdagi jarayonlardan nima deydi, turbani qo'yishi jarayonlari, yoqqa borib o'rnatishi, boshqa qilishi, mana bu yerda turli xil zadvishkalar deyapmiz, o'shalarni qilish bo'yicha ham jarayonlarni mana Sherzod o'zi nima qilib videoga tushirib turadi va ularni biz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib boramiz. Katta rahmat barchaga. Umid qilamiz. Yonasiga yaxshi bo'ladi shu ishlar. Yaxshi bo'lsin. Ustoz, keyin bu yoqda ham aytib qo'yaylik. Yozyapsiz. Mana bu 5 ta 6 ta joyni ko'rib turib, keyin bu yoqni tanlab oldik-da. Ha. 5-6 ta joy, yakkaxon borib ko'rildi. Yakkaxona, keyin Yakkaxona. Miroqim tepasidagi qishloq bor ekan, keyin G'ilon qishlog'i bor edi. Ha. Keyin shularning ichidan bittasini harorati to'g'ri kelmasa, bittasida misol uchun suvga ehtiyoj sezishmadi. Bir xillar tashabbus ko'rsatishmadi. Hozir bu yerda endi bitta narsasi mana faollarimiz qiziqish bildiryapti, mahalla fuqarolar yig'ini ham qiziqish bildiryapti. Shuning uchun o'ylaymizki, bu haqiqatdan o'sha yutuqli bo'ladi. Yutuqli bo'lsin, shu qanchalik xalqimizga agar foyda bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Albatta, xalqqa foyda bo'ladi. Rahmat. Yana jarayonlardan videolar olib borishga harakat qilamiz. Katta rahmat barchaga. Bu rasm bo'yicha qaror olamiz. Hozir